Asalari gul changi tarkibida juda ham noyob bo'lgan minerallar, vitaminlar, aminokislotalar mavjud bo'lib, qiziq tomoni bu organizmda juda ham tez so'riladi. Til ostiga tashlanganda ham 5 minutga qolmasdan so'rilib ketadi. Bolalar ham buning ta'mini juda ham yoqtirishadi. Yurak kasalliklariga, jigar xastaliklariga, bosh miya xastaliklariga, reproduktiv organ xastaliklariga juda ham samarali ozuqaviy modda hisoblanadi. İçilish tartibi buni kechqurun ichish tavsiya qilinmaydi, chunki unda tonusni oshirish xususiyati bor. Bir kunlik miqdori 2 choy qoshiq bo'lib, o'ziga teng barobar asal bilan qorishtirib, til ostiga tashlab shimiladi. Davomiyligi 1 yilda 3-4 marta 20 kundan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Demak, sizga vitamin kerak bo'ladigan bo'lsa, aptekadan vitamin preparatlarini emas, balki asalarichilardan aynan gul changini xarid qilishingizni va to'g'ri iste'mol qilishingizni tavsiya qilamiz.